Siz Farg'ona viloyatidansiz. Shuningdek, 11-sinf maktab bitiruvchisiz. Farg'ona davlat universiteti esa sizga muddatidan oldin talaba bo'lish imkoniyatini taqdim etadi. Oliygohimiz kimyo, biologiya, fizika hamda informatika va axborot texnologiyalari fanlaridan universitet olimpiadasini o'tkazadi. Musobaqa 3 bosqichda tashkil etiladi. Birinchisi tuman shahar bosqichi test sinov shaklida bo'lib, birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rin sohiblari viloyat bosqichiga yo'llanma oladi. Ikkinchi bosqichi esa viloyat bosqichi hisoblanib, yozma shaklda har bir fandan yuqori ball to'plagan 10 nafar ishtirokchi universitet bosqichiga o'tadi. Uchinchi bosqichi esa universitet bosqichi yozma va laboratoriya ishlari shaklida bo'ladi. Eng yuqori ball to'plagan birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rin sohiblari imtihon topshirgan faniga mos ta'lim yo'nalishi bo'yicha Farg'ona davlat universitetiga grant asosida qabul qilinadi. Muddatidan oldin talaba bo'lish imkoniyatini aslo qo'ldan chiqarmang. Quyidagi havola orqali Telegram guruhimizga qo'shiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Barcha olimpiadada qatnashayotgan o'quvchilarga esa omad tilab qolamiz.